Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Magic Vlogs kanali admini Muhammad Ali. Do'stlar, bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, Ishtixonda dehqon bozorida bo'ladi. Ishtixon bozorida narx-navolar qanaqa? O'tgan videomizda narx-navo haqida video qilganimizda odamlar fakt so'ragan. O'sha faktni hozir odamlarning o'zidan bozordan chiqib kelayotgan narsa, bu narsa olib chiqib kelayotgan odamlarning o'zidan so'rab video qo'yishga harakat qilamiz. Ketdik. O'tgan video qo'yishga olyapmiz. Bozordan narsalar olib chiqamiz, to'g'rimi? Olib chiqamiz. Sen nimadan oldingiz? Voy olib, to'rtashga. Olma. Qanchadan shular narxi, o'z narxidan oldingidan ancha qimmat, to'g'rimi? 2,5 ming. Bunlarni so'radingiz. Nima so'ramadik? 2,000 olsa ishdi. Xullas narx qimmat. Tamam. O'chiring odamlardan so'raymiz. O'chiring. O'chiring. Ha? Amma maskada. Opa, assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? 1 minutga. Qo'ldan qarang. Qo'yib turing, qanchadan olyapsiz? Narxni so'ramoqchi. Narxi arzonmi? Oldingi narxdan qimmat, to'g'rimi? Qancha qimmat oldingiz? Piyozlarni qanchadan oldingiz? Olmami piyoz? Olma, to'g'rimi? Qanchadan oldingiz? Oldin qancha edi? 7 Biz oldingidan qimmat hammasi, to'g'rimi? Rahmat. Qo'ydilarmi? Ha? Assalomu alaykum, ola bir minutga mumkinmi? Qanchadan narsalar oldingiz? Narsalar qimmatmi, oldingidan yo arzonmi? Qaysi birini ayting? Endi nimadan Biri olgan qimmat, bo'lasiz? biri arzon. Yo, endi masalan piyozni qanchaga oldingiz? Piyozni 2 mingdan. 2 mingdan? Ha. Arzon, to'g'rimi? Ha, Oldin qanchadan? 3 mingdan. Oldin 3 mingdanmi? Arzonlashganmi? Ha. Yana nima olgansiz? Guruch oldim. 7 ming 8 ming ekan. To'xtab gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q. Oldingidan arzonmi, hozir qimmatmi? Tushunayapmi? Arzon ham bir, qimmat ham bir. Yaxshi Farqi bor. dehqon ham bor. Asta o'zlari borsalar, yaxshilik. Rahmat. Sotuvchisiga qarab. O'chiring. Ha? Kimmi? 1 minutga. Abi nimalar oldingiz aka? Video qilayotganmiz. Narx qancha? Narx so'ramoqchisiz aka. Qimmat arzon narxlar. Yo, odamlar o'zidan so'rab shu narsani fakt bilan olmoqchimiz. Video qilayotgandik. Qanchadan oldingiz aka? Yozdik, kelmaysiz. 50 ming. Oldin qancha edi aka bular? Oldin 45 ming. Oldin 5 ming so'mga ko'tarilgan, to'g'rimi? Shunda bizga kerak. Piyozlarchi, piyoz olgan ekansiz, nima qildi? Piyoz katta o'shga guruch oldi. Go'sht qancha ekan? Kelgan? Oldin narxi qimmatmi yo arzon? Oldin ham bizada kelgan, hozir ham kelgan. Qarang, yana bitta narsa. Bu bozorda umuman nimalar narx ko'tariladi? Hozir uydan ko'p chiqamiz, bir haftada bir marta chiqaman, nima qilaman. Oldin ishda bo'lardi. Uyda olib ketgan. Mayli, sog'liq. Aka, assalomu alaykum. Siz 1 minutga mumkinmi aka? 1 minutga. Rahmat olarsiz. Juda xursand. Bizlardan shunaqa voqealar ham bo'lib turadi dedi. Uch ketdi-yu. Nech ketdi? Ha, o'chmagan kuzatib boramiz. Ushbu. Ma'qulmi? Video qilayotganini YouTube'ga qo'yishga narx-navo haqida. Narxlar qanaqa aka hozir? Baliq olsiz, boshqa olsiz. Narxlar 17 ming. Tovuq go'sht. Tovuq go'sht. Qimmatmi, arzonmi oldin? Bo'ladi. Oldin qanaqa edi shunaqa? Oldin 16 edi. Oldin 16 edi, hozir 12 bo'lgan. Ko'tarilganda ba'zi. Yana bu narx-navo haqida norozilik bormi?
Narozichilik endi onlar kuch ko'tarilgan. Onlar ko'tarilgan. Ularni kuch tushirish kerak. Ha, shuni aytyapman. Ko'tarilgan. 270 ming, 250 ming. 145 ming bo'lsa, 125 ming ketgan. Oddiy 8 manaki 25 kilo. 15 kun oldin men oluvdim. 80 ming oldim. Shuncha ko'tardi. ana shularni tushirish kerak. Yana boshqa narxlardan nimalar ko'tarilgan? Moylar ko'tarilgan. Moylar qancha ekan shu? Yog'lar qancha ekan opa? 9 mingga oldim. 45 ming edi. 45 ming, 40 mingdan beri. Qanday tovuqni go'shti ko'tarildi. Shularni tushirsin. Mayli, xo'p. Yaxshi bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Aka 1 minutga mumkinmi sizlar? Shuni narx-navo haqida shuni aytaversangiz aka. O'rtachami, qimmat, arzonmi? Oldingidan ko'tarilmaganmi? Ozroq. Qimmat hamma narsa narxi. O'zingiz gapiring opa aka. Assalomu alaykum. Aka 1 minutga mumkinmi? Pullar qimmat. Ular qimmat. Hamma undan norozi. Nima bo'layapti? Aka 1 minutga mumkinmi? Shuni narx-navoni sizdan so'rab olsak. Narx qimmatmi bozorda, arzonmi? Qanaqa hozir? Oldingidan qimmat arzon. Balisalar ham oshib ketganlar. Yana bir 2-3 odamdan so'rayman. Assalomu alaykum. Xola 1 minutga mumkinmi sizga? 1 minutga. Bozordan chiqasizmi? Dehqon bozoridan. Nimalar oldingiz xola? oldim. Yigit. Qimmat emasmi? Yo'q. Oldingidan arzon. Boriga shukur bo'lsin. Bir zamonlar 5 ta topqari qo'ydim. Prezidentimiz kerak. Yaxshi. Jezi. Yana bir Ha, o'lib. Assalomu alaykum. Xola 1 minutga mumkinmi sizga? 1 minutga. Bozorda chiqamizmi? Narxlar qanaqa ekan xola? Yaxshi bo'ladi. Normal. Normal. Narx ko'tarilgan narsalar bormi? Bor. Nimalar ko'tarilgan? Taksiga Hozir qanaqa narx bor? Yog'im ko'tardi. Narxlar Emas, so'z ko'tarilgan. Yaxshi norozichilik yo'q. Yordam beraman sizga. 1 minutga. Narxlar haqida shuna bir bitta savol bera olsak. Piyoz qanchadan oldingiz aka? Qanchadan? 2,5 mingdan sotib yordam beraman ekan opa sizga. Ba'zilar rozi, ba'zilar norozi. Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi sizda? Narx-navo haqida shuna savollar bermoqchi edik sizga. Narx nimalar oldingiz aka? Baliq oldim. Oldingi narxdan qimmatmi, arzonmi narxlar? Bo'lar. Nimalar ko'tarildi? Piyoz qancha ko'tarilgan? Unchi. Un ko'tarilgan. Un ko'tarilgan. Yog'im ko'tarilgan. Xullas qarang, bozordagi narxlarda nimani narxdan norozi? Narozi Hop norozisiz demayman. Nimani narx ko'tarildi? tashkilotda narx ko'tarilgan. Yanchiga piyoz yana go'sht yana Un ko'tarilgan. un ko'tarilgan. Shular Qolganlari yaxshi. qolgani yaxshi. Sog' bo'lasizlar. Azizlar, mana ko'rganinglardek narx-navoni odamlarni o'zidan so'rab fakt bilan ish qildik. Ba'zilar rozi, ba'zilar norozi ko'tarilib ketganligidan narxlarni, ba'zi narsalarning narx hammasi o'z o'rnida, joy-joyida hammasi. Mana biz Hamid bilan bozorlarni aylanib, odamlarni o'zidan so'rab, narxlarni hammasida ba'zilar odamlar bor, shu xalqni bizani so'raydiganlar ham bor ekan, narx-navoni so'raydiganlar ham bor ekan, sizlarga rahmat deganlar ham bo'ldi. Biz ham xursandmiz. Bizlar tushunganlar bo'ldi. shunday, biz ham xursandmiz to'g'risi shunaqa bir ish qilayotganligimizdan, odamlarga qandaydir foydamiz tegayotganligidan. Rahmat azizlar, sog' bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, podpiska tugmasini bosib, like tugmachasini bosib, sog' bo'lamiz. Do'stlar, avvalambor videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Videodagi kamchiliklar uchun, texnik kamchiliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Ya'ni ovozning sifatsizligi, ovozning past yozilganligi, lekin sizlarga tushunarliroq bo'lishligi uchun biz harakat qildik. Azizlar, sizlargacha Ishtixon haqida, Ishtixon dehqon bozoridagi narx-navo haqida video qilib sizlargacha yetkazishga harakat qildik do'stlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib,
videolarimizni tarqalishiga like bilan yordam berishingizni so'rab qolamiz hamda yaqin do'stlaringga, og'aynilaringga yuborishinglarni so'rab qolgan bo'lardik. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan keyingi Ushtixon haqidagi chiqadigan yangiliklar, har xil videolardan bexabar qolib ketmaysizlar degan umiddamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Magic Vlogs kanali admini Muhammad Ali bo'ldi. Do'stlar, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishinglarni esingizdan chiqarmang. Do'stlar, Magic Vlogs kanali admini Muhammad Ali. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ushtixon haqida videolar chiqishda hali davom etadi.